Mana qarang. Zabor qo'yilgan, lekin zaborda orqasi ochiq. Mantiq qani, logika qani bitta. Shunday xulosa chiqyapti. Odamlar yurishiga bular xalaqit qilish uchun zabor qo'ygan. Strong Art House kompaniyasi imkoniyat darajasida fuqarolar hayotiga, sog'lig'iga harakat qilishiga xo'psamoqda. Mana uylar. Bu uylar ustida kran turibdi. Krangacha masofa 10 metr ham yo'q. Strong Art House kompaniyasi. BNS kompaniyasi. Hamma joy musor. Shaharsozlik qurilish qoidalari 100% hisobida oladigan bo'lsak, 1% ham yo'q. Mana shunaqa sifatsiz qurilishlar qurilyapti. Yunusobod tumani Otchopar mahallasida.